Ko'pchilik ChatGPTga savol beradi, lekin natijadan unchalik ham qoniqishmaydi. Kimdir qisqa yozadi, natija qoniqarsiz bo'ladi. Kimdir uzun yozadi, javob yana ham chalkash bo'ladi. Aslida sun'iy intellektga shunaqa savol berishingiz kerakki, u siz o'ylaganingizdan ham yaxshiroq javob qaytarishi kerak. Bugun sizga ChatGPTdan 200% yaxshiroq natija olish uchun qanaqa prompt berish kerakligini o'rgataman. Bu usullarni bilsangiz, sun'iy intellektni o'zingiz foydangizga ishlata olasiz. Odamlarning asosiy xatosi shundaki, ular ChatGPTdan oddiy, tushunarsiz yoki umumiy javob oladi. Biznes ochish bo'yicha maslahat bering. Men $1000 bilan dropshipping biznesini boshlamoqchiman. Qaysi platformani tanlashim kerak va 3 oy ichida qanaqa strategiya qilishim kerak? Farqni sezyapsizmi? Birinchi savol juda ham umumiy va natijasi ham umumiy bo'ladi. Ikkinchi savolda esa maqsad aniq, budjet ko'rsatilgan, davomiylik muddati belgilangan. Bunaqa aniq promptlar ChatGPTga ham kerakli kontekstni beradi va natijada juda ham foydali, batafsil, amaliy javob olishingiz mumkin. Hozir men sizlarga bir nechta xato va to'g'ri promptlarni misol qilib ko'rsataman. Yechim sifatida ChatGPTdan super javob olish uchun 4 ta usuldan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, kontekst qo'shishingiz kerak. Menga kontent strategiyasini tuzib ber. Men kichik biznes egasiman, Instagram uchun organik trafik orqali mijozlarni jalb qilmoqchiman. 3 oylik strategiyani tuzib ber. Ikkinchisi, rolni belgilashingiz kerak. Menga video ssenarisini yozib ber. Siz tajribali ssenariy yozuvchi va YouTube ekspertsiz. Menga YouTube'da tez tarqaladigan videolar uchun ssenariyni yozib bering. Uchinchisi, formatni aniq yozing. Menga maqola yozib ber. Menga 1000 so'zli maqola yozib ber, tarkibida 5 ta bo'lim, har bir bo'lim uchun kichik sarlavha va oxirida xulosa bo'lsin. To'rtinchisi, misollar bilan so'rang. Reklama ssenariysi yozib ber va unga Steve Jobs va Nike reklamalari uslubida misollar qo'sh. Demak, siz endi ChatGPTga qanaqa qilib eng mukammal savollar berishni bilasiz. Oddiy yozilgan umumiy savollardan qoching. Aniq maqsad, format, kontekst va misollar bering. Sizning fikringizcha shu 4 ta usul ichida eng foydalisi qaysi bo'ldi? Pastda kommentda o'zingiz fikringizni обязательно yozib qoldiring. Agar bu usullar foydali bo'lsa, videoga like bosing va obuna bo'ling. Kelasi videoda Xudo xolasa sun'iy intellektni hayotimizda qanaqa qilib foydalanishimiz mumkinligi haqida batafsilroq gaplashamiz.